Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Biz bugun sizlar bilan xalq pedagogikasi fanidan sog'lom turmush tarziga oid xalqona ibrat mavzusida quyidagi rejalar asosida siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi rejamiz sog'lom turmush tarzining asosiy aspektlari. Ikkinchisi shaxsning sog'lom turmush tarziga o'tishda quyidagilardan kelib chiqqan holda o'z faoliyatlarini bildirishi mumkin. Uchinchisi sog'lom turmush tarziga oid prinsiplarni hayotda tatbiq qilish uchun ba'zi bir masalalar. Sog'lom turmush tarzi bu sog'liqni saqlash va mustahkamlashga, ish qobiliyatlarining yuqori darajada ta'minlashga, faol va uzoq umr ko'rishga qaratilgan, ilmiy asoslangan, tabiiy va gigiyenik me'yorlarga asoslangan, gigiyenik xulq-atvor, ya'ni odamlarning sog'liqni saqlash va mustahkamlashga qaratilgan jarayondir. Sog'lom turmush tarzining asosiy aspektlari. Birinchisi, sog'lom turmush tarzining aspektlari salomatlikni mustahkamlovchi turmush tarzi, jismoniy va ruhiy zo'riqish o'rtasidagi munosabatlik. Ikkinchisi, jismoniy tarbiya va chiniqish, muvozanatni ovqatlanish, odamlar o'rtasidagi uyquni munosabatni to'g'ri joyga qo'yish. To'rtinchisi, to'g'ri jinsiy aloqa. Navbatdagisi, ish va turmush tarzida shaxsiy va gigiyenik mas'uliyatni gigiyenik xatti-harakatlarda izohlanishi. Oxirgisi, yomon odatlarga va salbiy munosabatlarga o'z munosabatlarimizni bildirishimiz kerak. Sog'lom turmush tarzi bu insonlarning hayotda to'liq va samarali tarzda o'tkazish uchun zarur bo'lgan odatlar va qoidalarni o'z ichiga oladi. U jismoniy va ruhiy emotsional salomatlikni ta'minlash uchun o'zida mujassamlashtiriladi. Sog'lom turmush tarzi ba'zi asosiy omillarda izohlanishi mumkin. Chunki birinchisi bu shunday izohlanadiki, to'g'ri ovqatlanish, yaxshi balansga yo'lga qo'yilgan ovqatlanish, sabzavotlar, mevalar, to'yimli nimalar deymiz, yog'lar va oqsillardan o'z ichiga olishi mumkin. Navbatdagisi jismoniy faoliyat. Har kuni o'rtacha jismoniy faollik bilan shug'ullanishimiz kerak. Masalan, yurish, yugurish va sport turlaridan foydalanishimiz. Xo'p, navbatdagisi yetarli uyqu. Sog'lom uyqu o'rganishni tiklash va eng kerakli bo'lgan jarayonda dam olish imkoniyatlarini o'zimizda shakllantirishimiz kerak. Stressni boshqarish uchun turli usullar, masalan, bu quyidagicha izohlanishi mumkin. Yonga yoki nafas olish mashqlari, ijtimoiy aloqa, do'stlar va oila bilan o'z vaqtida ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish, sog'lom odatlar. Sog'lom odatlarda biz birinchi navbatda biz tamaki chekmaslik, spirtli ichimliklarni ichmaslik, kerakli bo'lgan zararli odatlardan saqlanishimiz kerak. Sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Bu jarayonda hammamiz o'sha sog'lom turmush tarziga odamlar o'rtasida va ular o'rtasidagi sog'lik, salomatlikni to'g'ri yo'lga qo'yish imkoniyatlarini biz o'z faoliyatimizda boshqalarga nisbatan ko'rsatib berish imkoniyatlarida amalga oshirishimiz kerak. Agar tanamiz sog'lom bo'lsa, bu nafaqat jismoniy holatlarimizni, balki fikrlashimizni, tushunish va har bir holatlarga nisbatan o'z qobiliyatlarimizda to'g'ri ifodalanishimiz mumkin. Bu prinsiplar hayotda tatbiq qilish uchun ba'zi bir masalalarda izohlanishi mumkin. Jismoniy mashqlar, jismoniy faollikni nafaqat tana sog'lomligini, balki miya faoliyatini ham yaxshilaydi. Mashqlar qon aylanishini tezlashtiradi va miya faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. To'g'ri ovqatlanish, tananing va miyaning samarali ishlashi uchun to'g'ri ovqatlanish juda muhimdir. Omega 3 yog'i kislotalari, vitaminlar, minerallar va miya faoliyatini oshirishda ham sog'lom aqlni qo'llab-quvvatlaydi. Stressni boshqarish va shu bezovtalikni nafaqat tana, balki aqliy salomatlik ham yomonlashtirishi mumkin. Bu jarayonda biz to'g'ri nima qilishimiz, stressni boshqara olsak, kutilgan natijaga erishamiz. Yaxshi uyquda birinchi navbatda shu o'z vaqtida uxlashimiz va o'z vaqtida turishimiz. Chunki bu jarayonda miyaning dam olishi, ertangiga ish faoliyat ko'rsatayotgan paytimizda miyani to'g'ri ishlash imkoniyatlarini biz o'z faoliyatimizda ko'rishimiz mumkin. Ijtimoiy aloqalar va yaxshi muloqotlar ham
sog'lom aqlni saqlashda ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Bu jarayonda boshqalar bilan samarali va salbiy emas, balki ijtimoiy muloqot qilish jarayonida psixologik salomatlik ham yaxshilaydi. İnsanlarning o'z sog'lom turmush tarzida rioya qilish orqali sog'liqni mustahkamlash, lekin o'sha tana o'sishi va qarshi holatlarga nisbatan faoliyatni biz ko'rishimiz mumkin. Chunki bu jarayonda afsuski sog'liqqa nisbatan e'tibor bermasligimiz, u yoki bu masalalarga erishishning muhim hayotiy ehtiyojlarimiz sifatida o'z faoliyatlarida biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Har qanday harakatning qiymati, maqsadning ahamiyati, unga erishish ehtimoli va holatlarida izohlanishi mumkin. Insonning xulq-atvori yoki turmush tarzi qonuniyatga xos va mos bo'lgan sifatlarda va biologik va ijtimoiy ehtiyojlarga bog'liqdir. Bu jarayonda biz ko'rib chiqishimiz mumkin. Masalan, ochiqlik, chaqqonlik yoki bo'lmasa o'sha xatti-harakatlarni to'g'ri ifodalash, ish jarayonlarida bo'layotgan barcha munosabatlarda o'z faoliyatimizda biz aks ettirib ko'rsatib berishimiz mumkin. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish juda uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, butun umr davomida erishish mumkin. Sog'lom turmush tarzida rioya qilish natijasida tanada sodir bo'layotgan o'zgarishlardan kelib chiqqan teskari va aloqada ish bermaydi. Chunki har bitta holatda biz o'z xatti-harakatlarimizni to'g'ri bajarishga bo'lgan munosabatlarda o'z faoliyatimizda aks ettirib berishga ifodalanamiz. Sog'lom ovqatlanish har qanday holatlarda ham biz o'z xatti-harakatlarimizga nisbatan o'z ehtiyojimizni qondirish jarayonidagi bo'layotgan munosabatlarda o'z xatti-harakatlarimizga nisbatan sog'lom umr ko'rish davomiyligini oshishiga ham xizmat qilishi mumkin. Sog'lom ovqatlanish o'lim xavfini 22% ga, yurak qon tomirlarining kasalliklarini 22% ga, saraton kasalligining 15% ga, ikkinchi tur holatlarida 22% ga sezilarli darajada amalga oshirishi mumkin. Sog'lom ovqatlanish mahsulotlari. Sog'lom ovqatlanishning asosiy turli xil o'simliklar, mahsulotlarni ko'proq miqdorda iste'mol qilish, o'simlik oziqasi tarkibida ko'plab moddalar bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha holatlarga nisbatan o'z xatti-harakatlarimizni to'g'ri ovqatlanishga bo'lgan munosabatlarda aks ettirib berishda ifodalanishimiz mumkin. Bugungi o'tiladigan mavzu mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.